Ha, sizlarning hammangiz menga ishonmaganingiz to'g'rimi? Shon, o'zing aytib o'tganingdek, o'zing qatori juda ham ko'p odamlar senga shubha qilishgandi. Jang haqida fikrlaringni biz bilan o'rtoqlash, bu g'alabani olish senga qanchalik baxt keltirdi? O, Jen ursa, menga jang qilish yoqadi. Men hozir ham baxtli edim jang qilganimdan. Men juda ham ko'p gapirdim va juda ham ko'p gapirgan holatda mag'lub bo'lganimda bu menga 2 barobar og'riq berardi. Ha, sen juda ko'p yomon gaplar gapirding. Ha, juda yomon gaplar. Lekin keyin sen uzr so'rading. Bu senga bosim qildimi ko'p gapirganing nima deb o'ylaysan? Chunki biz seni Hamzat bilan oxirigacha dushman bo'lib qolamiz degan gaping haqida o'ylayotgandik. Lekin sen gapirgan trash talk haqiqatan ham yomon edi. Hammasiga tupurganim bor. Men janglarni sotaman. Hozir UFC'ga qarang, u qanchalik zerikarli bo'lib ketgan UFC. Bu yerda ko'rinadigan faqatgina bitta jangchi bor, u ham bo'lsa Alex. U gapirishni bilmaydi, lekin u juda katta va qo'rqinchli yigit. U hammani nokaut qiladi, gapirishni bilmasa ham hamma uni shuning uchun ko'radi. Lekin UFC baribir zerikarli. Shon, savolim biroz g'alati eshitilishi mumkin, lekin sen Hamzat bilan 5 raund jangni tugatding. U ham sen bilan mojaroni yopishga tayyor edi. Sen ham bundan xursand bo'ldingmi? Ha, albatta. Meni bilasan, men har bir jangchi uchun qattiq tashlanaman. Lekin har bir gapiradigan gapim bu haqiqatga to'g'ri keladi. Men haqiqatni gapirishga harakat qilaman, lekin baribir kun oxirida hech qanday nafrat menda qolmaydi. Menga 2-3 kunlik quvvatlagich kerak nafratimni yana qaytarish uchun. Sizlarga bir kulgili hikoyani aytadigan bo'lsam, bu jangdan oldin Jonni Eblin bilan men zalda mashq qilayotgan edik. O'shanda Kruz jangida birga sparring tushayotgan edik va u takedownga kirishga harakat qilganida meni yelkamdan ushadi va to'liq yiqitishga harakat qilganida men qarshilik qildim va yelkamdan jarohat oldim. Bu seshanba edi adashmasam. O'shanda seshanba kuni kechqurun kravatimda g'amgin holatda osmonga qarab yotardim. Buni Jonni ham ko'rgan. Unda videolar ham bor. Men o'ng yelkamni qo'ya olmayotgan edim, joylasha olmasdim. Qiynalardim, keyin esa chap yelkam bilan yotdim. Va bu qanaqa ahmoqona yigit deb o'zimga aytar edim. Lekin 2-3 kun vaqt o'tib qizish jarayoni boshlanganida va bu jarohat sekin yengillashishni boshladi. Lekin to'laqonli jinrsini o'tib ketmagandi. Sen aytib o'tdingki, Hamzatni mag'lub qila oladigan yagona jangchi sen ekansan. Va kurashda birinchi raundda u seni to'liq nazorat qilganidan keyin ikkinchi raundda takedownlar o'xshamaganidan keyin charchab qolgan edi. Sen buni undan kutganmiding? Yo'q, u yigit haqiqiy qotil. Men uni qo'llarimning bor kuchi bilan juda qattiq urardim, lekin orqaga qaytmadi. Qo'llarimga qarang. U haqiqiy telbalarga o'xshab oldinga intilishda davom etardi. Ha, bu yigit haqiqiy yirtqich. U oktagon ichida hatto o'lishga ham tayyor edi. U haqiqiy qotil. Bu g'alabang bilan Adesanya o'rtasidagi g'alabani qanday taqqoslaysan? Bu menga qiziq emas oshna, men hisoblab o'tirmayman. Kunning oxirida o'z ishimni qilaman. Bu shunchaki oltin kamar, boshqa hech narsani anglatmaydi. Bilasizlarmi, bu dunyoda juda ko'pchilik insonlar hammangiz shu titulning orqasidan quvasiz, lekin oxir-oqibat buni erkaklar tayyorlaydi va o'sha erkak sizga taqib qo'yadi. Va kompaniya boshlig'i sizga bu kamarni topshiradi, u endi seniki degan holatda. Buni kimga qizig'i bor, bu shunchaki oddiy kamar-ku. Bunga boringizni bermang. Men o'ylaymanki, bu hayotdagi eng katta super kuch bu minnatdorchilik hissi. Qachonki men Vegasga kelganimda moto avtohalokatidan keyin, o'shanda 28 yoshda edim. O'shanda $1200 ijarada yashaganman va sizlarni uyimga taklif qilganman. Biz ko'ngilxushlik qilardik. Bilasizmi, o'sha vaqtlarda ham men baxtli edim, juda ham baxtli edim. Xonadagi hamma shart-sharoitlardan mamnun bo'lganman va qachonki birinchi uyimni olganimda ham juda xursand bo'ldim. Va oradan vaqt o'tib ikkinchi uyimni sotib olganimda ham juda ham xursandchilikni his qilardim. Bilasizmi, agar sizda minnatdorchilik hissi bo'lsa, bu ajoyib. Bilasam, agar men ushbu jangni yutqizgan taqdirimda ham uyimga borardim, quyosh nurini ko'rardim va rafiqam bilan birga nonushta qilardim. Va o'zimga men dunyodagi eng baxtli tirik odamman derdim. Agar sizda shu xislat bo'lsa, qolgani muhim emas. Shon, ushbu jangdan keyin Nasruddin Imamov Twitterda sening chiroqlaringni o'chirib qo'yaman deb yozgan. La'nati Nasruddin. Sen hozir meni yana radsiz bo'lishga undayapsanmi? La'nati tentak, yana bunga harakat qilyapsan. Yo'q, bunday qilmoqchi emasman. Yo'q, albatta, men ratsizmni tark etaman. Shon, 5-raunddan oldin hakamlar qog'ozi raundlar bo'yicha 2-2 edi. Sen ham qolgan oxirgi raund hal qiluvchi raund bo'lishiga ishonganmiding? Bir narsa aytishga ruxsat bering. Chimayev, bilaman biz jang qilib bo'ldik. Men u haqida hech qanday yomon so'zlar gapirmoqchi emasman.
Lekin bu maxluq menga 5-raundda nima qilganini ko'rdingizmi? U menga raund o'rtasida oktagonda ochiq jang qilishni taklif qildi. U barmog'i bilan oktagon markazini ko'rsatib, "Kel odamlar xohlagan narsani beraylik" dedi. Men unga qarab, "Okey" dedim. Ichimda esa, "Yaxshi, senga ishondim. Kecha tuxumlarimga tepgan bo'lsang ham." U kulayotganda uning gaplariga ishondim. Biz qo'l berdik. Unga ishonib mush otish uchun qo'llarimni tepaga ko'tardim. U esa takedownga bordi. Bilasizmi, agarda bu jangda mag'lub bo'lganimda nima bo'lardi? Butun olamon meni tentak ahmoqqa chiqarardi. Jang ichida unga ishonganim uchun hamma meni tanqid qilardi va UFC muxlislaridan butun umrga peshonamga Shon tentak degan tamg'ani bosib olardim. Sen nima deb o'ylaysan? Rostdan ham Hamzat vazn qila olmaganligiga ishonasanmi? Lekin ko'pchilik Dana White buni yashiryapti deb aytmoqda. Siz bunga ishonmayapsizmi? Lekin u taroziga qachonki chiqqanida, u yerdagi ko'rsatkich qotib turardi. U 1000% vaznni bajara olmadi. Mening jamoadoshlarimdan biri uni vazn o'lchash marosimida ko'rganini aytdi. Uning butun jamoasi xafa edi va ular Hamzatni olib ketishdi, chunki uni o'zi yura olmasdi. Ha, u 1000% vaznni bajara olmadi. Lekin menga farqi yo'q. Xohlasang og'irroq bo'l. Lekin oxir oqibat nima bo'lsa bo'ldi. Hozir esa men uni 90 kilogramga o'tmoqchi ekanligi haqida gaplar eshityapman. Uni qil og'ayni, agar rostdan ham vazn tashlash seni o'ldirayotgan bo'lsa, 90 kilogramga o't va u yerda hayotdan zavqlan. To'xtang, bizga qandaydir bonuslar berildimi? Men bundan xabardor bo'lmadim. Bonuslar yo'qmi? Yo'q, bu Common Eventga bo'ldi. Ajji Nursin. Nima o'sha yaponiyalik yigitchaga berishdimi? Ha, yaxshi, unga bonusni bering. U bunga munosib edi, ola qolsin. Menga uning bonusi kerak emas. U kichkina yirtqich. Demak, Hamzat yuqori vaznga o'tsa, sizlarning o'rtangizda revanch bo'lmaydi. Endilikda sen uchun keyingisi kim bo'lishi mumkin? Bu Nasruddin bo'ladimi? Men 100% UFC reytinglariga ishonaman. U yerda kim haqli bo'lsa, o'sha titulni oladi. Ular haqqoniy ishlashadi. UFC menga kimni bersa, o'sha bilan jang qilaman. Davom etamiz. Shon, tabriklayman. Sen hozirgina dunyoni shokka solding. Mening savolim ham Nasruddin Imamov haqida bo'ladi. Agarda sen jangga rozi bo'lsang, buni Parijda raqamli turnir qilib o'tkazish qanday bo'lardi? Chunki Dananing o'zi Parijda kamar uchun raqamli turnir o'tkazmoqchiligini aytdi. Menga fransuz qadriyatlari yoqadi, lekin men Nasruddinni fransiyalik deb nazarda tutmayman. U ham o'zini fransiyalik deb o'ylamasa kerak. U Fransiyada yashaydi, lekin u fransiyalik emas, mutlaqo fransiyalik emas. Lekin men hech qachon bu Amerikani tark etmayman. Men hech qanaqa dam olishga bormayman. Men Amerikadan tashqarida urushmayman. Men haqiqiy amerikalikman va haqiqiy amerikalikdek shu yerda o'laman. Sizlar jangdan keyin Hamzat bilan to'liq nafratni yakunladingiz. Lekin jangdan oldin ham siz bir-biringizga qo'l berdingiz. Bu juda ko'pchilikni hayratga soldi. Nega bunday qildingiz? Bilasanmi nima? Chimayevning o'zi aytganidek, men unga juda katta pullar keltirdim. Xush kelibsan, Chimayev. Bu narsaga chuqurroq qaraysanmi bilmadim, lekin bir narsani so'ramoqchiman. Sen jangni sotishga harakat qildim deding. Lekin jangdan oldingi barcha tomoshalar va sen va Hamzat tomonidan uyushtirilmaganmidi? Siz buni kelishib olmaganmisiz? Bu hammasi vaziyatdan kelib chiqib sodir bo'ldimi? Yo'q, hammasi vaziyatdan kelib chiqib sodir bo'ldi. Bilasan, bu yigit kecha meni tuxumlarimga tepdi. Bilasanmi, menga tahdid qilishlari yoqmaydi. Bu menga yoqmaydi. Men uni inson taraflama hurmat qilaman, lekin zalda u menga juda ham tajovuzkor bo'lgan. U menga tahdid qilgan. U bu tahdidni ichidan chiqargan. Lekin meni ichimda o'sha travmasi bor bola hali ham yotadi. Agarda kimdir menga tahdid qilmoqchi bo'lsa, men uni o'ldiraman, otishga harakat qilaman deyman. Lekin menimcha, u buni atalab qilmagan. Bu Checheniston urf-odatlarida normal hisoblanishi mumkin. Lekin zalda biz oldin sparring qilmaganmiz, birga shug'ullanmaganmiz. Shuning uchun o'shanda bir-birimizni doim test qilib ko'rishni xohlagandik. Lekin shunisi aniqki, media va anjumanlarda bo'lgan tresh-toklarni biz aniq oldindan kelishib olmaganmiz.